Assalomu alaykum, hurmatli Tunikafon Center kanalini muntazam ravishda kuzatib boruvchi qadrli do'stlar, qadrli aka-ukalar va kanalimizni endi kuzata boshlagan qadrli vatandoshlar. Sizlarga vodiy bo'ylab Tunikafon xizmatini taklif qilamiz. Do'stlar, xudo xolasa bu ishimizni Namangan viloyati aka. Namangan viloyati qanaqa joy? Norin tumani. Mahalla nomi. Qizil Tovuq qishlog'i Mirzohid akamizning xonadonida yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Qadrdonlar, bu uyda egasi Mirzohid akam Rossiyadan turib bizga zakaz qilgan. Mana o'zimiz hamma narsalarimiz, hatto lesalarimizgacha o'zimiz olib kelib, Tunikafonlarni o'rnatib mana yakuniga yetkazmoqdamiz. Xudo xolasa mana akamiz, ismingiz nima edi aka? Mirjalol akam bizni kutib oldi. Mana hamma yo'qni bizga uy joylarni, yotoq joylarni hamma yo'qni qilib o'zi kutib oldi. Mana xudo xolasa Mirjalol akamiz fikrlarini eshitamiz. Aka, ikki og'iz obunachilarimizga o'zingiz fikrlaringizni gapirib bersangiz, Tunikafon qilgisi bo'larmikan bizga? Qanday holatda ishlar ketdi? Ustalarimiz ishi yoqdimi aka? Bemalol tortinmasdan aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Mana shu qaysi kanal obunachilaringiz? Tunikafon Center. Tunikafon Center obunachilari hammalaringizni shu ustakalarimiz qilgan ishlarini ko'rib, biz ham mana xohlasa niyat qildik, qilg'izdik. Hammalaringga, akalarimizga rahmat. Sizlarga ham tavsiya qilamiz shunaqa Tunikafondan qilg'izishlaringga. Ishlari yoqdi, mana Allohga shukr. Qanday haligi YouTube'da ko'rib, biz ham zakaz berganmiz. Mana shunday qilib mana akalarimiz chiqarib berdi. Oldindan rahmat. Ukamiz ham safarda ukamiz ham mana ko'rib niyat qilgan ekan, uka mana siz aytgandek stillar bitdi. Akalarimizga rahmat. Ishlarga rivoj. Yoqdimi aka? Yoqdi, rahmat. Shu videoda ko'rgan narsangiz xuddi undan da a'lo chiqdi, rahmat sizlarga. Xursandmiz aka. Puliga o'rnadigan oshtovariga. Yo'q, rahmat. Ming marta rozi. Vatandoshlarga tavsiya qilasizmi aka? Hammalaring shunday qilishlaringga, Tunikafon qilishlaringga nima qilamiz? Tavsiya qilamiz. Rahmat hammalarga. Aka, sizga ham katta rahmat. Sizlarga ham. Sizga bergan pullarga rozi bo'lasiz. Sizlar ham rozi. Bizlar ming marta rozimiz. Rozimiz aka. Qani bo'lmasa, obunachilar, sizlarga yana ham ishimiz haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Do'stlar, bu joyimiz uzunligi 26 metrni tashkil qiladi. Endi biri 30. Joyda o'zini kvadrati do'stlar 34 kvadrat joyda o'zi. Endi bu Tunikafonda ketgan Tunikaning rasxotiga hisoblanganda, mana pol bu yerda mayda detal ko'p ishlatilgan hisobiga do'stlar 80 kvadratdan oshiqroq Tunika rasxot qilyapmiz do'stlar. Pastga tushayotgan obshipkalari, yumaloq karnizlar bo'lgan, u karnizlar ham rasxotlari katta 0.25 rasxotdan bo'lgan ish qator konechniklari bilan mayga mana Plar yurgizganmiz do'stlar. Har bitta detallari kvadratga hisoblanganda joyda kvadratdan bu fasonda imini mashq fasonda 2 baravardan ham ko'p Tunika rasxot qilinadi do'stlar. Plus bu yerda tarnovdan qo'yib berganmiz do'stlar. Tarnovni metrini 60 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Yana joyning holatiga qarab, Tunikalarning yuqi qalinligiga qarab 50 ming so'mdan 60 ming so'mgacha tarnovlarning metrini usta haqqi hamma yo'q ichida qo'yib beramiz do'stlar. Tunikafonlarni hozirgi kunda do'stlar 135 ming so'mdan 1 kvadratini Tunikaning ketgan rasxotiga qilib beramiz do'stlar. Yozgi kunda 140 ming so'mdan qilyapti. Hozir qish kelib, hammada dollar ko'tarilsa, narxlar oshadi. Bizda dollar pastlasa, Tunikalar pastlasa, mana chiroyli qilib 5 ming so'mdan narxlar tushirib, chiroyli qilib qo'ydik do'stlar. Xudo xohlasa ekranda turgan raqamlarda Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Sizlarga ham uylarga mana shunday ajoyib ko'rinishda Tunikafonlarni qilib beramiz. Qadrdonlar, qani bo'lmasam o'zim sizlarga videoni yaqinlashtirib, ishlarimiz sifatini sizlarga yaqindan ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, qadrdonlar, mana diqqat bilan ko'rishinglar mumkin. Bu joyda mana shapkaga shaxmat fasonimizdan foydalanganmiz. Shaxmatlari oq rangda, lentalari tilla rangda, do'ppichalari esa to'rtburchak tilla rangda bo'lgan mana. Karnizlariga ahamiyat berasizlar qadrdonlar, mana yumaloq karnizdan qilganmiz. Karnizga juda ham sifatli holatda, choklarini bilintirmagan holatda gullarni ilib, mana xudo xolasa har bir detalga e'tibor berasizlar do'stlar. Ish sifatiga birinchi o'rinda ahamiyat berasizlar do'stlar. Ish sifati xudo xohlasa juda ham a'lo darajada qadrdonlar. Ko'ryapsizlarmi do'stlar mana? Agar 3-4 so'm puldan qochmasanglar, mana shu fasonni sizlarga tavsiya qilamiz. Sababi juda ham uyingizni boshqacha ko'rinishga olib kelib qo'yadi qadrdonlar mana. Ayniqsa uylarni 1.20 dan 1.30, 1.40 gacha shapka chiqargan bo'lsanglar, mana shu fasonni tavsiya qilib qolamiz. Ammo rasxoticha ko'proq ketadi, lekin juda ham sifatli, juda ham chiroyli holatda uyingizga ko'rkiga ko'rk qo'shadi.
Qadrdonlar, burchakni yana bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Ustani eng mahorati mana burchaklarda bilinadi do'stlar. Burchaklar juda ham sifatli, juda ham zo'r holatda keltirilgan. Xo'p, mana. Do'stlar, eng birinchi o'rinda rangini aytib o'tib ketaylik. Bu joyga foydalangan rangimiz oq rangi, mokriy rang hamda tillo ranglardan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin, ustalarimiz tomonidan ishimiz xudo xolasa yakuniga yetkazib berilmoqda. Amin. Tinchlik xotiramizni berganiga shukr, alhamdulillah. Hammamizni, poshamiz ham uzoq bo'lsin, shunchalik yo'l berganiga shukr. Ular uzoq bo'lsin. Shu bolalarning tan joyi sog' bo'lsin. Shu ustozimiz Muhammad Soliqni umrlar uzoq bo'lsin. Ota-onasiga rahmat. Shunday martabalar chiqaribdi. Bu shogirdlarga ham rahmat. Bu bolalarga ham baxtli bersin, jamoatni bersin. Umrlar uzoq, ziyoda bo'lsin. Topganiga barakasini bersin. Tugalmas boyligidan bersin. Umrlar uzoq bo'lsin. Nevara-chevara evalari ko'rib yursin. Mantabasi ulug' bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlari ko'rsin. Sog' salomat yursin. Shu yangilari ko'pini ko'rib, uzoq umrlar ko'rib yuraylik. Hammamiz sog' salomat yuraylik. Alloh. Rahmat kam bo'lmang sizga ham. Doim martaba